Sen kuşu alışıkta dilerken başlık oranı Assalamualaikum aziz mehmonlar, necha kun Ilhom aka o'zingni yaxshi kunin yoshlardan. Bidirina san'atga boy Hazrat qo'shiqni yo'lingizda kamchilik biza barishtirmasa, kimcha yaxshimiz bo'lsin, olmagancha. Saldırmayan sen sağlındın, içimde var. Sen sağlındın, saldırma yar. Sen sağlındın, içimde var. Sen sağlındın, aldı geçer. Bırakşan eylegen, güzel bağlalım. Sen sağlındın, aldı geçer. Bırakşan eylegen, güzel bağlalım. Sen sağlındın, sağlındın. Estan çıkmasın, sadakatli yarım sen sağın. Bir yanarları estan çıkmasın, sadakatli yarım sen sağın. Aşkı dağını yere sürmeysen, gözleri kumarı sen sağın. Saldırma yarım, sen sağın. Yüreğimde var, sen sağın. Saldırma yarım, sen sağın. Yüreğimde var, sen sağın. Sen sağın, yalaymış. Nazik bir yolda
Marhamat. Xush kelibsiz ya. Kelingizlar, navbatdan hurmat ham ehtirom bilan ajoyib san'at ahli mana Shakira va Tangirovdek ajoyib san'at ahliga navbatni bersakda, baxtli to'y davramizni ajoyib Xorazm yillari bilan davom ettirsak. Tangri senga dil bergan ey do'st, Tangri senga til bergan ey do'st, ne bersa ham shuni bergan ey do'st. Chayjon bo'lma, chaqib bilmasang, bulbul bo'lma, kuylab bilmasang. Chayyon bo'lib chaqib bilmaymiz, bulbul bo'lib kuylab bilmaymiz. Axir davradash haqiqiy bulbulning xonishini tinglashni, eshitishni yaxshi ko'ramiz. Tinglang, orom oling, siz uchun Shakir Tangirov kuylaylar. Marhamat. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Xudoy sharafkama farzandlar oq saodatli bo'lsin. Mendagi shiorlar qo'shaloq tam farzand ko'rmakdan nafratamiz. Musofirda yurgan aka opa singillarimizni chin ko'ngildan tabriklaymiz. Boshidek bo'lib, yana o'z mamlakatimizga ketmakni Allohdan tilab qolaman. Bu Xorazmcha bilan sizlar uchun bo'ladi. Yeah.
el suygan, el ardoqlagan xushovoz xonanda. Mana O'ktabek og'a Abdulovdek ajoyib san'at ahliga navbatni bersak. Bu dunyo bizlarga ko'hnadan meros. Qo'l yetmas, ko'rinmas, uzoqdir meros. Bizlar bu dunyoga mehmonmiz xolos. Kengaymas, kichraymas, aslo tor bo'lmas. İnsanın hayatı sinov maydoni. Tanadan teng chiqar shoh gado joni. Shuldir bizga Parvardigor farmoni. Hech bir ish xudodan bexabar bo'lmas. Marhamat. Assalomu alaykum. Taniygan aziz mehmonlar. Ilohim ikki yosh vaqt bo'lsin, xizmatlari bersin. Bizlar qo'ldan kelgancha bir juftlik bo'lamiz.
Bugun mana Luqmon akamizning baxtli ayyomiga faqat tashavvur vohasini san'atkorlari tashrif buyurmagan, balki mana Xorazm vohasidan kelgan Xorazm elining Urganchning asl farzandi Kumushoy Murodovdek ajoyib san'at ahli tashrif buyurib keling. Navbatni hurmat ham ehtirom bilan ajoyib san'at ahliga navbatni bersak, shunday bo'lguligidan sehrgar kuylar meni yod o'ylardan xalos etsamas, menga hamroh bo'lsa hijron ham o'ylar, qo'shiq og'ushida qo'ying bir nafas shunday bulbuligina sehrgar kuylar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Shu daraga tashrif buyuribmiz. 2 yoshga vaqtlab qolamiz. Rabiga boshqonimizni uchun taklif etamiz. Yuragida o'tirib olgan daraga taklif etamiz. Marhamat. Minute,
uslub e'lon qilgan ajoyib hofizman. Umarbek Aman Armentik ajoyib san'at ahliga navbatni bersak, barchalaringizni vaqti to'la tabriklab Himmatizda arkadaşlar, mana bugün shu kun Gulxon akamizning bunday yaxshi kun, katta shoirona. Keling, ziyoratchi vaqti bo'lsin.
Rahmat Amanbol, Umarbek, salomat bo'l. Dunyo 5 kun, g'am yesa 5 mingga tatib ketadi. Undagi o't hovurlar kunga tatib ketadi. Yongan birga daryo suvini qaratmay, unga faqat kuy bilan qo'shiq tatib ketadi. Hammaga a'lo kayfiyat tilaymiz. To'pon ko'p bo'lsa qo'ylar harom bo'ladi deydi. Ana shunaqa bo'lmoqchiman. Bulbul deymiz-ku, zalga ham xaridor bor. Kimlar mendan bezordir, men ham undan bezorman deb turibdi. Hamzabekka navbat beramiz unda. Mehmonlar ozgina bu san'atkorlarni hofizlarni olqishlab o'tiring. Uxlab qolmagin to'yxonada. Olqishlar kelsin. Tashavvuf elining san'atkorlari uchun, raqqosa qizlarimiz uchun alohida olqishlar so'raymiz. Malol kelmasin. Rahmat. Assalomu alaykum. Shu doiramizda qatnashib o'tgan aziz mehmonlar, aka-uka, opa-singillar. Gulxon aka to'ylar omon bo'lsin, 2 yosh baxtli bo'lsin, qo'sha qarasin. Xudo xolasa bir yilga yetayotmas, 5 yo'l tuproq yemak nasib qilsin. Marhamat, qo'shlarimiz davom qiladi. Yuragida o'tib olgan doiramizda taklif qilamiz. Davralarda ona vaqti davra boshimdagi tosh kuyalarga yegardi roz. Vaqti davra boshimdagi tosh kuyalarga yegardi roz. Farishtadik yoyib qo'yqoz davralarda o'ynasin onam. Farishtadik yoyib qo'yqoz
qushlar. Beshiklarni bo'shatib bir-biriga tug'iladi. To'g'ri so'z aytmoqishlar. Quvongandan onalar ko'zida yosh. Otalar yuzida porlaydi quyosh. Nabiralar to'lar hovlilariga bari bir xil qora qosh, qora soch. Dabdabasiz davrada nur bo'ladi. Kuyov to'ra kelinchak hur bo'ladi. Qayta yangrasa kelavering, Toshozimning to'ylari zo'r bo'ladi. Yaratgandan yuraklarni iymon e'tiqodni Allohdan so'ragan holda qalbdan salom yo'llaymiz do'stlar. Bugun Allohning suygan bandalari, Muhammad Rasulning haq ummatlari bo'lgan Ruh Erkovoy og'alarimiz hamda elning suxandon qizi, el suyib, el ardoqlagan xushovoz san'atkorimiz mana Gulxumor akalarimiz hamda marhum Maqsadjon og'alarimiz hamda bir nafar akalarimiz xonadondan bugun katta bayram, katta tantana, katta quvonch, katta shodiyona. Avvalambor mana shu sohibalarga to'ylaringiz muborak bo'lsin degimiz keladi. Har qanday bugun mana Allohning suygan bandalarining bugun murodlari ushalgan kun. Allohdan albatta farzandlarini, baxt iqbolini yillar davomida Allohdan tilab, yaxshi niyat qilib kelgan aziz mehmonlar. Shu to'y bahonasida to'yxonaga jam bo'lgan barcha qadrli mehmonlarni oilalariga, dasturxonlarga qut baraka, o'zlaringizga har doim bahoriy kayfiyat ulashamiz. Kuyovlar kayfiyat qarang. Zo'rmi? Mana bugun Allohning nazariga tushib sizga kuyovlarlik unvoni berilibdi. Shu go'zal oqshomda sizni kuyovlarlik unvoningiz bilan, yoningizdagi bir umrlik vafodorlik yoringiz bilan chin yurakdan muborakbod qilsam. Navranjon kuyovlarga bir kichkina xizmat buyursam. Maylimi? Mehmonlarimiz bir guldiroz qarsaklar qilsa, shu go'zal kelinimizni gul jamolini ko'rsak, kelinning yuzini ochib qo'ysak kuyovlar. Mana aytmoqisam senga bir tilak, oyning senga havas keldi. Baxtli libos kiygan kelinchak, borliqni ishq kunlari tutdi. Hayajondan jo'sh urar yurak, endi qizlik damlaring o'tdi. Oppoq libos kiygan kelinchak, qo'liga gul baxt jamoli. Sen suyuni, senda porloq kelajak, sen sadoqat ramzi bo'lib qolar. Baxtli libos kiygan kelinchak. Albatta bugun mana sizlarga hamma baxt tilab, taxtdan boshlagan zatoj, ishlaringizdan quvonchlar, baxtli to'ylaringizdan tashrif buyurgan ekan. Biz ham barcha davlatdoshlar, qavm qarindoshlar, do'st birodarlar, qo'yinki butun mana san'at ahli nomida davramizning shoh sultoni, go'zal malakalari bo'lgan baxtli kelin-kuyovlarga, Umurbek hamda Zulxumonlar xonlarga farovon hayotda Xudodan sog'lik, shodlik olamidan olam quvonch, saodat saltanatidan baxt qamoqboy, muhabbat gulshanidan vafo ham sadoqat, ezgulik sultondan mehr oqibat tilab qolamiz. Keling endi san'atkorlar jam bo'lgan davraga duolar, ruxsatlar dorkordir. To'g'rimi Zaynabga? Aytadilar-ku, ko'ksingni kelgan bilan toshdek tutolmaysan, bir o'zing bek bo'lmaysan, manziliga yetolmaysan. Tulporing quyog'iga elni duo qilmas agar, na tog'dir, na daryodir, bir jardan o'tolmaysan. Shuning uchun aziz yaxshi insonlar, aziz to'y ahli, keling shunday davraga duolar, ruxsatlar darkordir. Shunday ekan Bahramjon og'alarimizni, Murodjon og'alarimiz, Farruxjon og'alarimizni davramizga taklif qilsak, duo qilsalar, ruxsat bersalar, takliflari bo'lsa qo'ysalar deymiz. Marhamat, Bahramjon og'alarimiz, Murodjon og'alarimiz, Farruxjon og'alarimiz keling.
Yetişim her zaman oynak yolumuz var. Rahmet emeğiniz için gelgen. Ben şeyden başkan olsam kızımdaki bakmalı başkan bakmayanlardan bakmalı başkan. Yapmaları hemen oynak yolumuz var. Hammamiz birgalikda yolg'iz ayolni dasturxonida mehmon bo'lyapmiz. Yolg'iz ayol, yolg'iz ona boshiga farzandlarni katta qilish oson emas. Mana shuning uchun to'yxona egasi, ya'ni Gulxumor hammaga fursat bermagunga qadar to'yxonani hech kim tark etmasin. Chin yurakdan kelin-kuyovni, Gulxumorni quvonchiga sherik bo'laylik. Birovni quvonchiga sherik bo'lish ham katta savob. Gulxumor kelin muborak bo'lsin, xizmatlari buyursin. Ilohim 100 yoshda ham shunday chiroyli bo'lib yur. Bugun qaynona, yoshgina qaynona chiroyli deganlar bor bo'lsa, bir olqishlar olamiz. Hamdam Gulchi xizmatimizda. Hamdam bir nima aytayman. Bugun qarsak chaladiganlar yo'q, mana shuning uchun qarsak diskussiyani qilib turasan. Qarsakni senga berdim. Kelinjon, qaynonangiz endi sizga nasihat beradimi, bermaydimi bilmayman, ammo men sizga kichkina nasihat bermoqchiman. Qozonda suv qoldi demang, kelinjon, qaynonangiz yuvadi. Uy supurib sidirmang, oq bilan kir bo'ladi. Shunda kuyovning jiyoni bo'lasiz. Shu xonadonni xoni bo'lasiz. Qo'shni bilan qo'shnini urushtir, kelinjon, qo'l to'qimdan tushmasin. Nasihatga esa yuzingni burishtir, toki senga hech kim hech qachon mendek nasihat qilmasin. Shundan kuyovning jiyoni bo'lasiz. Bu xonadonni xoni bo'lasiz. Albatta bu hazil nasihat edi. Endi kelinjonni vazga chorasiga to'yxona ishlardan iltimos qilamiz. Endi bugun xizmatingizda diktorlar ham ko'p. 10 klasi 100 liradan, baxshilar ham ko'p, 10 klasi 100 liradan. Endi ustoz Rajaboyga diktorni davriga taklif qilsa, kelinjonni tabriklasa-yu, undan keyin kelinjonni vazga taklif qilamiz. Rajabboy aka, xush kelibsiz, marhamat aka. Ro'zimboy aka. Ro'zimboy, Rajabboy, bittasi Rajabboy deydi, bittasi Ro'zimboy deydi. Aka, o'zim so'rayman. Chunki men kichiklarga ham aka deb beryapsan. Mana shu to'yxonada diktorlar bo'lsa hammasi kelsin. Boyadan beri hofizlarga navbat berilib turdi, lekin diktorlarga navbat berilmayapti. Ikkalasi ham kelinjonni tabriklaydi albatta. Marhamat, xush kelibsiz aka. Assalomu alaykum, qadrli qonshilari. Mana shu ko'zlar o'g'limga aytyapti. Shu yoshlar uzoq mumkin bo'ladi. Vaqt qoldi, aql idrok, uzoq yillar ichida ne qilib bo'lsa. Hamma eng yaxshi narsalar qilaman. Shular baxtliman deganlar baxtli bo'lsinlar. Shulardan bo'lgan farzandlarning to'ylarini bundan ziyorat qilmak nasib etsin. Gulxumor qaynona bo'ldi. Tabriklar salam. Shunday to'ylarga jammaga nasib etsin. Shunday o'tirgan do'stlarlar, qardoshlar, rahmat sizlarga. Rahmat. Ustozlar, Aydar Abzullohning sasi bo'lsin. Yaxshiligingiz baxtli bo'lsin. Hurmatli aziz mehmonlar, sizning ahlingizni ko'p minnatdorlar. Salom qo'ygan aziz mehmonlar, o'tkinchi Gulxumor tutgan to'yingiz bo'lsin. Altın asrımızın, batı zamanımızın, batı yaşlarımız büyük bir varlığı diyorlar. Uzun yaşlar. Nesihatın bulup dinlesin. Gulxumor gelip gayetlerini çıtma. Çekinmezden boyun senin sözünü. Gulxumor gelip gayetlerini çıtma. Başına tercih etkilerini. Boşularını destekleyin dilini. Henüz kahramanlıkla yükle birini. Gulxumor gelip gayetlerini çıtma. Öktemcan var olsa olur. Senin çürünün masrafını desin. Sürgün yolunda yapmamız olur. Gulxumor gelip gayetlerini çıtma.
Yaşlarımız batı olsun. Allah'can gelecek yıl Şubat'ta eliniz Almancı mülkünden ayrılmasın. Önümüzdeki topluluk köklük olsun, birer bisküvitli olsun. Birer patates olsun. Allah canımız seversin yaşlar, yine bu yazık. Tamadağın, sazının uğrana yigitli ardından. Hepsi toylu ikbarlatın, toylu ikbarlar ardından. Yine bu yazık. Naşol dilinin adının bol taşırken. Uzak yaşlar. Dualar icabet olsun, tilekler yerde kalmasın ilayım. Endi tiyatro içinden so'g'irib turibdi. Men qisqa yapmam, buncha ko'p gapiriladi bo'ladi. Hamdam, Hamdam DJ, bo'ylaringdan kurudum aylanay seni. Qani soz bilan suhbatlar gapir. Bugun do'stidori jannat gapir. Kuy qo'shiqlardan kim kechmoqchi bo'lsa bormi? Gunohga botgunsiz, bo'lgusi kofir. Keling, yonimiz kechiramiz. I feel you, that is how I know you go across the distance and spaces between us. You have come to show you go shu jamoat jamligida to'yxona bezagi muhabbat ramzi bo'lgan shirinlikni hamma mehmonlar bilan birgalikda baham ko'rsak. Davraga kelsa shirinlik pastamiz. Shirinlikda rashk bo'lamiz, albatta keyin kechamizni
yana davom ettiramiz. Ko'ngillarning iplarini bog'laguvchi nikoh usullarini ham taqdim qilmoqchi kelin-kuyovlarimizga nikoh usullarini ham qabul qilasiz. Undan keyin kelin saloniga boshlaymiz. Marhamat, davraga shirinlik kelsin. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare a Portofino al Fammalò. Ricordo un angolo di cielo dove ti mumkin oldindan hayotlaringiz mana shabab deb jurishdan bo'lsin aziz baxtli kelin-kuyovlar. Marhamat shabab binolar marshi ko'rsating. Quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino al Fammalò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. Kelin-kuyovlar shampaniyalarga har doim jo'shdan xalq bo'lsin. Muhabbatdan qilayotgan qasdingiz mustahkam abadiy bo'lsin doim. O'tar qancha yillar go'zal. Yulduzsiz yoshlar samoni o'tar inson yaxshi yomoni. Mehr qolur, muhabbat qolur. Toqib ketdi suvlarda tohi, Zuhro yig'lab qoldi qon damir. Kelib qolganda ham bu dunyosiga qayta qiyomatlar oxir. Bu dunyosiga mehr va muhabbat qolur. Kelganlar, hayotingiz juda shirin bo'lsin. Shoiringizdagi shirinlikdan ham shirin bo'lsin. Davraga nikoh usullari kelsa kelin-kuyovlarni iplarni bog'lab qo'yamiz. Nikoh usullari muborak bo'lsin kelin-kuyovlar. Bir-bir ko'ngillaringizni iplarni bog'lab, muhabbatingizni mustahkam qilib tursin doim. Albatta sizlarning oilangiz maqsad. Muhabbatingiz sog'lom bo'lgan nikoh usullari sizlarga muborak bo'lsin. Ilohim sizlarni bu umrga ushbu nikoh usullari bog'lasin deya Yaratgandan niyat qilib qolamiz. Kelinimizni kuyovimiz bilan birgalikda kelin salomlariga taklif qilsak, kelin bilan kuyovga atalgan sovg'a salomlarini ushbu davramizda taqdim qilib qo'ysalar. Yangilarni taklif qilamiz davraga. Kelin salomimizni boshlaymiz. Albatta
bu güzel akşamda kelin salomni aytish Nasibaxonga nasib qildi. Nasibaxon kelin salomni Nasibaxon davom ettiradi. Yangilar hozirmisiz? Berilgan vaqtga bo'ldi. Vaqti kuyovga sizlar do'stlaringiz yoniga taklif qilsangiz, marhamat o'rningizda do'stlar, kuyovlarni bir lahza yonlaringizga olsangiz, albatta mana shu yerda bugungi baxtli to'ylarimizda qatnasha olmayotgan Erkovoy og'amiz, Maqsadjon og'alarimiz, ularga o'xshagan bu dunyoni tark etganlar haq-hurmati bir lahza sukut saqlab o'tsak. Aziz mehmonlar, mana shu yerda Gulxumor akalarimizni, Barmaxon akalarimizni, umr yo'ldoshlari, Erkovoy og'alarimiz, Maqsadjon og'alarimizni ruhlarini bir shodab yodlab o'tsak degan bir yaxshi taklifni qo'ydilar. Marhamat sizlardan bir iltimos qilib qo'ygan bo'lardik. Mana shu yerda Erkovoy hamda Maqsadjon og'alarimizni ruhlarini shod qilib bir lahza sukut saqlasak azizlar. Sukut saqlagan o'g'li o'lmasin. Sukut saqlagan yigit zurriyotini, farzandini qaro yerga topshirmasin. Sukut saqlagan ona quchoqlab bolang omon bo'lsin. Shu xonadondan o'tgan Gulxumorning yaqinlarini, marhumlar bor, yaqin marhumlari, mana shular uchun sukut saqlasak bir daqiqaga azizlar. Albatta birovning yaxshi kunida sherik bo'lgan insonlar qayg'usiga ham sherik bo'ladi degan umiddamiz. Har kimning ham sochlariga oq tushsin, ajin tushsin, yuzlariga dog' tushsin. Har kimning ham quvvat ketib belidan qo'llariga aso bir tayoq tushsin. Iymoni sof yuzga kirib yorug' yuz, to'ylar qilib yelkasidan tortishsin. So'nggi safar jismiga ketar payti o'z bolasi qo'lidan tuproq tushsin. Shu xonadondan o'tgan marhumlarni ruhlari shod bo'lsin. Yashamagan onalarni, ko'rmagan quvonchlarni Allohim ketida qolganlarga bergan bo'lsin iloyim. Albatta bitta yarimta mehmonlar baribir topib qoladi. Birovni quvonchi ko'ralar, hammani kayfiyatini tushirish lozim deganlar. Lekin o'liklarni har qalada yor qilish, ruhlarni shod qilish biz tiriklarni katta burchimiz. Rahmat azizlar, hammangizni xonalaringizda to'ylar bo'lsin. Endi mikrofonni Nasibaxonga beramiz. Kelin salomni davom ettirsak davranjon. Nasibaxon bir yor aytasiz. Yuraklarni jo'shtirib, qalbga ilhom berib, Gulxumor akalarimizni to'ylarida xotira bo'lib qolsin. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deymiz. Assalomu alaykum davramizning barcha aziz mehmonlari, mezbonlari. Uzoq yaqindan kelgan do'st diyorlari, qalb qardoshlari, tengdoshlari, og'aynilari, hammangizga assalomu alaykum deymiz. Mana bu kuni Gulxumor akalarimiz hamda bo'layotgan qudag'aylari barnoxonlarni, farzandlarni baxt to'ylari sababchilari bo'lgan mana shu ikkala yoshlar inson umrida bir marta bo'lgan nikoh to'ylarida xush ko'rdik azizlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasomat deymiz. Nega yaxshi niyatlar bilan kelgan bo'lsangizlar, yaxshi niyatlaringiz hamroh bo'lsin azizlar. Sizlarning ham uylaringizda to'ylar bo'lsin, topganlaringiz yaxshi kunlarga, to'ylarga bo'lsin deymiz. Qo'shilayotgan yosh sabona. Salondan boshlaring inson kaloma. Qanday tabarruk bunday kelin qizning saloma. Tinglagan ko'ring azizlar, qarang kelinimiz salom beradi. Yig'lab chig'iliqqa kirsa kelina, yolg'on yig'lab chirqlanib tursa kelina. Qanday baxt bu, ta'zim qilib tursa kelina. Qarang ko'ring azizlar, kelinimiz salom beradi. Quyosh bilan bahs tashib jamola, o'sgan uydana ushti ruhimiz kaloma. Tabarruklari kelin qizning saloma. Tinglagan ko'ring azizlar, kelinimiz salom beradi. Kun uzoq kuni kutdik yo'ling qarashi, dalil emas
shu to'yga yarashib to'ylaringizga egilib juftana ta'zim bilan bering salomni. Hammamiz ham bir musulmon farzandi. Odam ota Havo momo bo'ldi. Avval ana bepok ey avla yaratgan Allohimizga. Avval ana bepokma. Odam ota Havo momolarimizni eslab egilib juftana ta'zim bilan bering salomni. Bog'lar ekib mevasini berolmagani, farzand suyib rohatini ko'rolmagani, qisqa yashab bu kunlarga yetolmagani rahmatli qaynotangiz Erkavoy og'ani ruhlari uchun, qolaversa otajoningiz Maqsadjon og'ani ruhi uchun egilib juftana ta'zim bilan bering salomni. Hayotimiz qoldiradi hayronga, sig'mas mana shunday keng jahonga, ko'zim yumib minib ketgan karvonga, rahmatli qaynotangiz Erkavoy og'ani ruhlariga, otajoningiz Maqsadjon og'ani ruhiga egilib juftana ta'zim bilan bering salomni. Bevaqt ketdi xatordagi o'zlari, zor yig'lashib qoladi o'g'il qizlari, kezar bukina atrofimizda ruhlari, Tursunboy otalaringiz, Hanifa analaringiz, Gavharjon xolaringiz ruhlariga egilib juftana ta'zim bilan bering salomni. Yoshgina tanidan ayrildi joni, qora tuproqqa qorildi qoni, o'zi bilan ketdi yashash armoni, rahmatli Azizaxoni xolajoningiz singlingiz ruhlariga egilib juftana ta'zim bilan bering salomni. Ajal yomoni kelmas ko'zga ko'rinib, o'lgan odam qaytib kelmas tirilib, turar bukuni to'yda o'rni bilinib, rahmatli yo'ldosh otalaringiz, To'ychgul onangiz, Xonimjon belaringiz, Qodamboy og'alaringizning pok ruhlariga egilib juftana ta'zim bilan bering salomni. Oilam deb yugurdilar yerlari, bu yolg'onchi dunyoda ne ko'rdilar, armon bilan shu dunyoga ketdilar, rahmatli Sanamjon opalarimiz, Sultonboy otalaringiz ruhlariga, akangiz, otajoningiz Maqsadjon og'a ruhlariga egilib juftana ta'zim bilan bering salomlar. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, kelib qo'sha yangajoni, o'tganlarning ruhlari shod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin, qolganlarga umr bersin, iloyim baxt bersin, davlat bersin, shu yoshlarimizdan orzulariga qo'sha qilsin. Endi azizlarim, qo'llarimizdan kelganicha, iloji boricha endi muzikaliga salom bo'ladi. Endi albatta har kimsa yaxshi niyat bilan kelgani, kelin olsam, o'g'il ko'rsam, oqliq cho'lib ko'rsam degan ular shu aytgan qadar-qadrlaringiz to'ylaringizda qaysin deymiz, sog' salomat bo'linglar. Shu yuqmaratganlarimizni qolaversa, barnoqor Xudoysini tabrik deymiz, to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. O'sha qaysizlar xizmatlari bersin yoshlarimizni, doyalari, ammalari, xolalari, akalari, jiyanlari, bo'lalari hammangizni ko'z oydinlar deymiz, xizmati bersinlar. Juftdan bo'lsin, yangajon, o'sha qarab baxtli bo'lib, sen farzand
ko'rayam shu yerda turgan hamma xonalari qonun qarindoshlari qonun qo'shnilari bularni ham havolarni ham qoldirmasdan egasiga bering salomlar shunda diktorat me'sir xonadonlarimizga ham egilib bering salom davronbekni ham qoldirmasdan tashavvuf o'g'lisidan kelgan san'atkorlarni ham qoldirmasdan egilib bering salomlar to'ydan to'lqonlari to'ylari yursin uylaridan to'ylar bo'lsin san'atkorlarni san'atkorlar hammasi yaxshi kunlaringizda bo'lsin mana shunga abdaki ukamizga ham egilib bering salomlar rahmat operatorlar qolmasin video operatorlarimiz yashnamiga og'zdan egilib bering salomlar rahmat salomat bo'ling bu shaharga xalil libos yarashibdi bo'yingizga ne tuyg'ular kirib kelmish uyingizga do'stiyonlar kelishdi to'yingizga shu yerga ham do'stiyonlarga ham egilib juda ta'zim bilan bering salomlar rahmat salomat bo'ling baxtli bo'ling bu shaharlar endi aziz mehmonlar endi ajoyib to'ylarimiz albatta davom etadi hammangiz yaxshi kun bo'lsin to'ylar bo'lsin deymiz navbatda esa ham kasbdoshlarimizga beramiz rahmat salomat bo'ling nasiblarga ajoyib xizmatlari uchun kattadan katta rahmat kelganda azizlar baxtli kuyov yigitni sevadigan umrbekni baxtli to'y davramizni uzra taklif qilsak baxtli to'y davramizni an'anamizga ko'ra taqdirimiz bilan davom ettirsak nima dedingiz Zamir aka